Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Sardor Sam. Do'stlar, bugun meni yuzimni ko'rmaysizlar. Bugun faqat personajlar bilan foydalanamiz. Lekin mashqdan bari davom etamiz. Ot chalish. Birinchi qilingan mashqimiz ot chalish. Tilni tangdan yo'rib, uni ot yurayotgan ovozini chiqarishimiz kerak. Ya'ni shunaqadan 15 marta. Boshladik. Keyingi mashq. Maqom. Og'izni oching. Tilni chap lab burchagiga olib boring. So'ng o'ng burchagiga harakatlantiring. Harakatni sekin va aniq bajarish kerak. 15 marta. Boshladik. Kamerada ko'rinmayotgan bo'lsam bajardim lekin. Keyingi mashq. Trubka. Lablarni oldinga cho'zing. Keyin esa tabassum qiling. Mushugimiz tabassum qilish bermas ekan. Lekin men bu tabassum qilib turibman. Har bir holatda 3 soniya ushlab turing. Bajardik. Keyingisi esa aniq talaffuz. 4-mashqdan biz arvoh bilan birga qilamiz. Aniq talaffuz. Tezlatishlarni sekin va aniq tanaffus qiling. Har bir so'zning tovushiga e'tibor bering. Sekin asta tezlikni oshiring. Izg'irin izzatni izillatdi. 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 Bo'ladi. Yomon emas. Ovozni pasaytirish uchun mashqlar. Birinchi navbatda esnash. Ovozni keng oching va chuqur esnang. Esnash paytida tomoq mushkullarini bo'shashadi. 5-6 marta takrorlang. Boshladik. Bajarildi. Keyingi mashqimiz g'ing'ir. Og'izni yoping va tovushini chiqaring. Ko'krak qafasidagi tebranishni his qiling. Nafas tugaguncha davom eting. Boshladik. Bajarildi. Ba'zing m yoki n tovushlarini past ohangda chiqaring. Ko'krak qafasidagi vibratsiyani sezishga harakat qiling. Har bir urinishda 10-15 soniya ushlab turing. Bu mashqni ham bajardik. Endi esa 4-mashqni biz Deadpool bilan birga qilamiz. Chuqur nafas oling. Keyin sekin nafas chiqarish paytida past ovozda matn o'qing. Ovozni nazorat qiling.
va bo'shashgan holatda gapiring. Ayiq nima dedi? Bir kuni ikki do'st o'rmonda ketayotgan ekan. To'satdan oldilaridan bir ayiq chiqib qolibdi va ularga hamla qilibdi. Ulardan biri tezda qochib ketibdi-da, yashirinib olibdi. Ikkinchisi esa qochishga ulgura olmay qolibdi. Shunda yerga yiqilib, o'zini o'likka solib, jimgina yotaveribdi. Ayiq uning yoniga kelib, hamma yerni iskab ko'rgach, o'lik gumon qilib qaytib ketibdi. Ayiq ketgach, yashiringan do'sti kulimsirab chiqib kelibdi va sherigidan so'rabdi: "Ey do'stim, ayiq sening qulog'ingga nimalar dedi?" desa, ikkinchi do'sti javob beribdi: "U menga xavf-xatar duch kelganda o'z do'stini tashlab ketish bu yomon, bu eng yomon odat" dedi deb javob bergan ekan. Даже Deadpool ensasi qotib ketdi. To'g'ri, bu yerda do'stlik, qiyinchilik bor paytida, qiyinchilik chiqqan paytda do'stini tashlab ketmaslik kerak degan ideya bermoqchi bo'lgansizda. Vроде бы ideyani qabul qildik. Lekin problema bor. Mani fikrimcha, любой odam ayiqni ko'rgan paytda qochadi. Yonida kim bo'lishidan qat'iy nazar. Agar qo'lingizda bu narsalar bo'lmasa, ya'ni qanday qurol, po faktu agar mana bu anqov qochishga ulgura olmasdan yiqilib tushmaganida u ham qochib ketgan bo'lardi-yu. Ne endi bu yerda og'aynisini krisa qilib ko'rsatyapti. Men o'shanisiga tushunmayman. Tasavvur qilinglar, sizlar o'zinglarning eng yaqin og'ayninglar bilan o'rmonda yuribsizlar. Oldingizdan ayiq chiqib qoldi. Qochishni boshladinglar. Nima qilasizlar? Nima qilasizlar boshqa? Yo, og'ayn, davay. Gelmaganlar ayiq bilan urushamiz demaysiz-ku. Qochasizlar. Misol uchun, birinchisi qochayotgan paytda o'girilib qaragan, ikkinchisi ham qochayotgan bo'lgan. Bo'ldi, old orqasiga qaramasdan qochgan. Ikkinchisi yiqilib tushdi. Bu birinchisining aybi emas-ku. Bu birinchisining aybi yo'q-ku bu yerda. Bilinglar. G'alati erta-ispat bir bola. Unanga telba teskari bo'lgan hikoyalarni yosh bolaga o'qib bermaylar, meni fikrimcha. Hammaga e'tiborcha rahmat do'stlar. Sizlar bilan Sardor Sim va uning personajlari bo'ldi.